Hallo zusammen. Bugun bizda aynan A1 darslarimizning birinchi darsi. Xo'p, demak, birinchi darsimizda biz aynan fe'llarning tiklanishini o'tmoqchimiz. Xo'p, nemis tilida men deb qanday aytamiz? Men, ich bu yerda yozilgan. Men bu yerda tarjimalarini yozib ketaman. Men. Xo'p, keling buni qorada yozadigan bo'lsam. Xo'p, sen demoqchi bo'lsak-chi? Du. U. Sie, biz, wir, senlar, ya'ni ko'plik ma'nosida senlar demoqchi bo'lsak, ihr, ya'ni bu yerda yozaman. Senlar va ular demoqchi bo'lsak, biz kichkinada sie yozamiz. Yokida endi hurmat ma'nosida siz deb murojaat qilmoqchi bo'lsak, sie deb aytamiz. Ya'ni siz degani bizda sie bo'ladi. Xo'p, endi bizda bu yerda fe'llarimiz berilgan. Ya'ni nemis tilida, misol uchun o'zbek tilidagi kabi fe'llarimiz bor. Misol uchun kelmoq, o'rganmoq, ketmoq, o'qimoq va bizda bu yerda kommen degani kelmoq degani. Yozaman bu yerda ham tarjimasini. Kelmoq. Xo'p, lernen o'rganmoq. O'rganmoq. Xo'p, qolganini kichkinaroqda yozsam. Xo'p, wohnen yashamoq. Yashamoq. Leben ham bizda yashamoq degani. Xo'p, haysi bo'lsa atalmoq. Misol uchun, ich heiße Kamola bo'lsa, men Kamola deb atalaman. Demak, mening ismim Kamola ma'nosida keladi. Heißen atalmoq. Hop, arbeiten, ishlamoq. Ishlamoq. Sprechen, gapirmoq. Misol uchun, men nemis tilida gapiraman desak, nima deb aytamiz? Ich spreche Deutsch. Demak, sprechen bu gapirmoq. Gapirmoq. Xo'p, endi nemis tilida ham, misol uchun, men keldim, sen kelding deb aytmoqchi bo'lsak, bizda qo'shimchalar qo'shiladi. Misol uchun, men keldim demoqchi bo'lsak, bizda kommen kelmoq degan. Men kelyapman deyishimiz uchun biz hozir bu yerda aynan hozirgi zamonni o'tyapmiz. Ya'ni hozirgi zamonda qanday gapirishimizni o'rganamiz. Ya'ni bizda nemis tilida bu Präsens deyiladi. Aynan. Misol uchun, men kelyapman demoqchi bo'lsak, nima deb aytamiz? Yokida men kelaman demoqchi bo'lsak, kommen bizda kelmoq degani. Endi men kelaman demoqchi bo'lsak, ich kommen bo'ladi. Demak, bizda ko'rib turganingizdek, kommen bizda kelmoq. Ya'ni bu bizda infinitiv shaklda, demak, boshlang'ich shaklda deyiladi. Men bu yerga yozadigan bo'lsam, bizda infinitiv shaklda berilgan. Biz aynan mana shu yerdagi n qo'shimchasini, ya'ni oxiridagi qo'shimchani olib tashlaymiz. Shunda bizda nima qoladi? Kom qoladi. Endi men keldim demoqchi bo'lsak, ich komme. Sen kelding demoqchi bo'lsak, biz qaysi qo'shimchani qo'shamiz? Du kommst. Ya'ni st qo'shimchasi. Endi u keldi desak, sie kommt. Biz keldik. Wir kommen. Sizlar kelasizlar desak, ihr kommt. Ular kelishadi desak-chi, ular kelishadi yoki da siz kelasiz desak, bunda sie kommen. Endi lernen bizda nima degani edi? O'rganmoq degani. Endi men o'rganaman desak, bunda ham xuddi boyagi kabi oxiridagi eng qo'shimchamizni olib tashlaymiz. Shunda bizda nima qoladi? Ya'ni o'zagimiz, fe'lning o'zagi qoladi. Lern. Endi men o'rganaman desak, ich lerne. Sen o'rganasan desak, qaysi qo'shimchani qo'shardik? Du lernst. U o'rganadi bo'lsa, bizda qaysi qo'shimcha qo'shilgan? Sie lernt. Xo'p, biz o'rganamiz. Wir qaysi qo'shimchani qo'shar ekanmiz? En, ya'ni wir lernen. Xo'p, sizlar, ya'ni senlar o'rganasanlar desak-chi? Ihr lernt. Ular o'rganadi. Sie lernen. Xo'p, endi wohnen yashamoq. Wohnenni endi o'zingizlar mustaqil qilishga harakat qilinglar. Xo'p, men yashayman. Ich wohne
Xo'p, sen yashaysan. Du wohnst. U yashaydi. Sie wohnt. Xo'p, biz yashaymiz. Wir wohnen. Senlarga wohnt, ularga wohnen. Xo'p, endi leben ham xuddi shunaqa tuziladi. Buni tez-tez o'zim qilib ketaman. Lebe, lebst, leb, leben, lebt va leben. Shunda sie leben nima degan ekan? Sie leben, ular yashashadi yoki bizda katta sie bilan yozilgan bo'lsa, demak siz yashaysiz bo'ladi. Misol uchun men Toshkentda yashayman desak, nima deb aytamiz? Ich wohne in Tashkent. Misol uchun men oilam bilan yashayman demoqchi. Sen oilang bilan yashaysan demoqchi bo'lsak-chi? Du lebst, oila degani, oila bilan degani mit deiner Familie. Demak, ko'rganingizdek, bizda bular fe'llarimizning tiklanishini hozir o'rganyapmiz. Endi bizda qaysi atalmoq degani, misol uchun mening ismim Kamol, men Kamola deb atalaman demoqchi bo'lsak, bizda ich qaysi Kamola bo'ladi. Chunki misol uchun qaysi fe'li bizda berilgan va biz nima? En qo'shimchasini olib tashlaganimizda bizda bu yerda qays qoladi, ya'ni bu yerda ham qaysi. Endi bilamizki, bizda istit bu ikkita isga to'g'ri keladi va endi sen yashaysan deyishimiz kerak. Xo'p, biz bu yerda nimani qo'shardik? O'zi istini qo'shardik, lekin bizda o'zagimizda o'zi istit qolgani uchun du haysdeya bizda istit bilan yozamiz. Chunki bizda haysin fe'lida ham o'zi s harfi qatnashgan. Shuning uchun biz sen misol uchun Kamron deb atalasan desak, ya'ni sening isming Kamron ma'nosida gapirsak, du heißt Kamron. Du heißt Kamron. Okay, endi u ataladi desak, qaysi qo'shimchani qo'shardik? Heißt. Xo'p, bizgacha haysin, sizlar, ya'ni senlar, ihr heißt, ularga ham sie heißen. Xo'p, demak, bu yerda ham o'rganib oldik. Misol uchun aytaylik, uning ismi Shohrux degan bo'lsak, nima deb aytamiz? Demak, u Shohrux deb ataladi demoqchimiz. Heißt Shohrux. Okay. Endi arbeiten, ishlamoq degani. Endi arbeitenda biz e'tibor berishimiz kerak. Bizda ya'ni har doimgidek endi olib tashlaganimizda qaysi o'zagimiz qanday qoldi? Arbeit qoldi. Endi bu yerda ham biz qo'shimchalarimizni qo'shib chiqishimiz kerak. Men ishlayman. Ich arbeite. Sen ishlaysan. Du arbeitest. To'g'rimi? Istini qo'shishimiz kerak edi. Lekin endi bu yerda e'tibor beramiz. Biz aynan buni qo'shganimizda TST, demak, o'qilishga juda ham qiyin bo'lib ketyapti va ketma-ket chunki undosh harflar yig'ilib qoldi. Shuning uchun ham biz bu yerda qo'shimcha harfini qo'shib yozamiz va gapiramiz. Ya'ni du arbeitest. Endi xuddi bu yerda ham u ishlaydi demoqchi bo'lsak, biz o'zi t harfini qo'shayotgan edik. Demak, ikkita t bo'lib, yana o'qilishga noqulaylik tug'dirgani uchun biz ham bu yerda harfini qo'shamiz. Arbeitet. Xo'p, endi bu yerda qaysi qo'shimchani qo'shadik? Biz ishlaymiz desak, wir arbeiten. Bu yerda hech qanday ortiqchalarga qo'shganimiz yo'q. Xo'p, endi iyda nima deb aytamiz? Ihr arbeitet. Xo'p, ular ishlaydi bo'lsa, sie arbeiten. Xo'p, endi sprechen, gapirmoq degan. Endi sprechenda sal bizda biroz o'zgarishlar bo'ladi. Bizda agarda en qo'shimchasini olib tashlaganimizda, bizda sprech qolishi kerak edi. Lekin bizda bu yerda istisno holatlari sen gapirasan deganda bizda aynan eyimiz sprechdagi eyimiz i'ga o'zgaradi. Siz buni shunchaki yodlab olishingiz kerak. Misol uchun sen ingliz tilida gapirasan demoqchi bo'lsak, du sprichst. Demak, biz s-ni qo'shamizda, bu mana bu yerdagi o'rtadagi harfimiz bizda i'ga o'zgaradi. Aynan sen va uda. Du sprichst. Sie spricht. Wir sprechen. Xo'p, i'da nimani qo'shardik? T-ni qo'shardik. Spricht. Ularda sprechen. Mendachi, men gapiraman. Men ingliz tilida gapiraman demoqchi bo'lsak, ich spreche English. Xo'p, demak, bu bizda aynan fe'llarimizni hozirgi zamonda qanday yasashimiz edi.
Xo'p, demak, bu bizning birinchi darsimizda o'rgangan narsalarimiz bo'ldi.